Alloh subhanahu va taolo Hazrati Odam alayhissalomga jon kirgizib bo'lgandan keyin Hazrati Odamni umurtqasini Alloh taolo o'ng qo'li bilan siladi. Va ana shu kundan boshlab to qiyomatgacha yashab o'tadigan yer yuzidagi barcha insonlar ruhini Alloh taolo bir vaqtning o'zida yaratdi. Robbul alamin to qiyomatgacha yashab o'tadigan ruhlarni yaratgach, bularni barchasi bilan misoq tuzdi. Ya'ni Hazrati Odamni birinchi tug'iladigan farzandidan boshlab toki qiyomatgacha yashab o'tadigan bandalari bilan Parvardigori o'rtasida bizni til bilan aytganda shartnoma tuzildi. Mana shu shartnomani birodarlar hozirgi kunda hech kim eslolmaydi. Shaxsan men ham eslolmayman o'sha kunni. Lekin qiyomat kunida deydi Alloh taolo, bitta hammasini esiga tushadi ana shu kun deydi. Ana shu al-misoq shartnoma tuzilgan kunda hammamizni ruhimizni yaratib qo'yib Alloh, alastu bi robbikum, men sizlarni yo'qdan bor qilib yaratgan Robbiylar emasmanmi deganda, birodarlar hammamiz bir ovozda ha, Parvardigoro, biz guvohmiz, sen bizni yo'qdan bor qilganingga deb javob berganmiz. Qiyomat kunida bizni dindan, diyonatdan xabarimiz yo'q edi. Biz bu jannatni, do'zaxni, azobni va jannat ne'matlarini bilmas edik demasligimiz uchun ruhimiz yaralishi bilanoq ittifoq tuzib qo'yilgan biz bilan. Xo'p, mayli o'sha al-misoq kunini eslolmar ekanmiz, lekin Alloh Qur'onda magar har bitta qavm yo'qki payg'ambarsiz o'tmagan deya marhamat qilib qo'yadi. Ruhimiz yaralishi bilanoq Alloh bilan tuzilgan ittifoqimizni eslolmasak, yer yuzida yashab o'tgan va qiyomatgacha kelib ketadigan har bitta qavm uchun Alloh taolo payg'ambarlarini yuborgan. Ilohiy kitoblar nozil bo'lgan birodarlar, oxirat va dunyo xabarlarini beradigan, jannat va do'zaxdan ogohlantiradigan. Hatto bilingki, Musa alayhissalom ham Parvardigori bilan hech qanday vositachisiz to'g'rima-to'g'ri ovozan suhbat qurgan vaqtida Parvardigoro, men musulmonlarning eng birinchisiman degan. Hatto bilingki, Fir'avn ham o'sha cho'kayotgan oxirgi daqiqalarida men Bani Isroil va Muso ishongan ilohga men ham ishonaman, men ham musulmonlardanman degan. Birodarlar, har bitta payg'ambarni islomga ishonchi va Muhammad alayhissalomni kelishiga doir da'vati va qo'lida hujjati bo'lgan. Magar inson qiyomat kunida hech qanaqasiga bahona qila olmasin deya. Demak, siz bilan meni Alloh taolo al-misoq kunidayoq musulmon qilib yaratib qo'ygan. Ma'nosi esa, ha, Parvardigor, sen bizni yo'qdan bor qilgan Robbimizsan. Bizga hech qanday uzr qolmadi degan kunimiz azizlar. Hazrati Umar radhiyallohu anhu dan qilingan hadisda Nabiy sallallohu alayhi va sallam marhamat qilib aytadilar-ki, Alloh subhanahu va taolo Hazrati Odam alayhissalomni yaratgach, o'ng qo'li bilan uni zohirini siladi va qiyomatgacha yashaydigan zurriyotlarini chiqardi. Va ana shu qiyomatgacha yashaydigan ruhlarini yaratib bo'lgach, mana bularini dedi Alloh, do'zax uchun yaratdim. Mana bularini esa jannat uchun yaratdim deya belgilab qo'yadi. Shunda sahobalardan biri so'raydiki, "Ya Rasululloh, hali biz dunyoga kirmasdan turib jannati yoki do'zaxiy ekanligimizni ruhlik holatimizdayoq belgilab qo'yilganmi?" deganida Rasululloh ha deya javob beradi. Shunda haligi sahoba, "Ha, unda amal qilib nima qilamiz? Kitobimizga suyanib o'tirsak bo'lmaydimi? Jannatga yozgan bo'lsa zotan jannatga, do'zaxga yozgan bo'lsa zotan do'zaxga ketar ekanmiz-ku. Nima qilamiz unda shuncha o'zimizni qiynab?" deganida Rasululloh aytadilar-ki, "Yo'q" dedilar, "yo'q, amal qilinglar. Har bir kishini qayoqqa borishligi ana shu qilayotgan amalidan ma'lum bo'ladi. Agar jannatga yozilgan bo'lsa, jannatiy ishlarni qilishi uning uchun oson bo'ladi. Agar do'zaxga yozilgan bo'lsa, do'zaxiy ishlarni qilish uning uchun juda oson bo'ladi.
Va lekin bilingki, inson bolasi bu qilgan amali bilan xursand ham bo'lib ketmasin. Tushkunlikka ham tushib qolmasin. Chunki sizlardan biringiz deydi Rasululloh, bir kishi bir umr jannatiy amallari bilan shug'ullanib yuradi-yu, va lekin oxirgi ketar soati yaqinlashganida kitobi o'zib ketadi va umrini oxiriga borganida bitta gunoh qilib jahannamga kirib ketadi. Va sizlardan biringiz deydi Rasululloh, yana bir kishi bir umr jahannam ahli amalini qilib yuradi va u bilan jahannam o'rtasida bir qadam masofa qolganida bitta solih amalini qilib shu bilan jannatga kirib ketadi. Insonni qo'lida faqatgina ixtiyori bo'ladi. Ixtiyor bo'ladi xolos. Chunki inson farishtalar bilan hayvonlar o'rtasida yaratilgandir. Farishtalarga aql berilgan-u, lekin ixtiyor yo'q ularda, gunoh qila olmaydi. Parvardigorining buyrug'ini so'zsiz ado etadi ular. Hayvonlarda esa ixtiyor bor-u, o'zlariga xos bo'lgan, xohlagan ishini qila oladi-yu, va lekin aql yo'q ularda. Odam bolasida esa birodarlar, bularning ikkalasi ham bor. Aql ham berilgan insonga, ixtiyor ham berilgan. Agar inson oldida gunohi kabira qilishlik ixtiyori bo'lib turib, o'zidagi ana shu berilgan aql bilan Allohga ibodatni tanlaydigan bo'lsa, o'sha inson farishtalardan ham balandroq darajaga ko'tariladi. Chunki gunoh qilishlikka imkoniyati bo'lib turib ham gunoh qilmagani uchun. Endi ana shu ham ixtiyori hamda aqli bilan yana gunohni tanlaydigan bo'lsa, hayvondan ham past darajaga tushadi. Nimaga? Chunki hayvonni aqli yo'q bo'lib turib gunoh qilmasa, inson aqli bo'lib turib ham o'sha ishni qilgani uchun hayvondan ham past darajada bo'ladi. Qiyomat kunida kimni nomayu amali o'ng qo'lidan, kimnikini esa chap qo'lidan berilmagunicha kimni qayerga kirishini faqatgina Alloh biladi deya marhamat qiladi janob Rasululloh. Alloh subhanahu va taolo Odam alayhissalomni yaratib, uning suratini go'zal qildi. Biz insonni eng go'zal suratda yaratdik deydi Alloh. Qarshingizda turgan insonni tashqi ko'rinishi birodarlar qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar, biz insonni eng go'zal suratda yaratdik deya marhamat qilinadi oyatlarda. Vahidiki Alloh, dar haqiqat sizlarni yaratdik. So'ngra sizlarga surat berdik va farishtalarga Odamga sajda qilinglar dedik. Bas farishtalar sajda qildilar, faqat iblis bosh tortdi va sajda qilguvchilardan bo'lmadi. Shunda Alloh iblisga, men o'zimni ikki qo'lim bilan yaratgan odamga sajda qilishga buyurgan vaqtim, seni unga sajda qilmasligingga nima to'sqinlik qildi dedi. Shunda iblis sajda qilmaganligini sababini aytib dediki, men undan yaxshiroqman. Sen uni tuproqdan yaratding, meni esa o'tdan dedi. Mana shu joyda birodarlar, hamma gunohni asl sababi bu kibr bo'ladi deydi ulamolar. Chunki insonning qalbida kibr bo'lgandan keyin asta-sekinlik bilan gunoh qilishlikka o'tadi. Mana misol uchun har qaysi odam kim bo'lishidan qat'iy nazar o'zini qarshisida turgan odamdan nimasinidir baland deb biladi. Iblis ham xuddi shunday. Men undan yaxshiroqman, balandroqman dedi. Chunki uni sen tuproqdan, loydan yaratding, meni esa o'tdan yaratding dedi. Odam alayhissalomga sajda qilishlik bu ibodat sajdasi emas edi, aksincha odamga hurmat va ikrom sajdasi edi. Va shu bilan Alloh taolo Odam alayhissalomni 5-marotaba aziz qiladi. Men yer yuzida o'zimni o'rinbosarimni, xalifamni yarataman deyishi bilan 1-marotaba aziz qilgan edi Alloh. Qo'li bilan yaratgan vaqtida siz bilan bizda otamiz bo'lgan Hazrati Odam alayhissalom 2-marotaba aziz bo'lgan edi. Odam alayhissalom aksirib Alloh taolo unga Rohimaka Robbuk deyishi bilan 3-marotaba aziz bo'lgan edi. Va Alloh subhanahu va taolo o'zini ruhidan odamga puflab ruh kirgizgan vaqtida 4-marotaba aziz bo'lgan edi. Mana endi esa uni hurmat qilib sajda qilinglar deyishi bilan 5-marotaba aziz bo'ldi.
Birodarlar, otamiz Odam alayhissalomga butun boshli farishtalar hurmat qilib sajda qilgan. Robbingizni qanchalik katta qo'shini bor ekanligini faqatgina o'zi biladi deydi Alloh. Odamni hurmat qilib sajda qildi degani bu butun insoniyatni hurmat qilib sajda qildi degani o'shanda barcha farishtalar. Endi modamiki Alloh taolo bizni hurmat qildirib, butun boshli qo'shiniga bizga sajda qildirib qo'ygandan keyin bizlar ham shunga yarasha hurmatan hayot kechirishimiz kerak azizlar. Chunki Alloh taolo inson bolasi yer yuzini obod qiladi deya farishtalarga aytgan edi. Va bizlarni hurmat qilib sajda ham qildirib qo'ygan edi muhtaram azizlar. Endi iblisni jannatda turban bu qilgan ishi o'zidagi kibridan bo'ladi. O'zi asli Alloh taolaning qadari ilohiyasi agar bunday o'ylab qarasangiz, va lekin iblis baribir o'sha o'zidagi kibri bilan jannatga kirgan edi. Va ana shu ichidagi kibri iblisni alayhi la'na bo'lishiga sababchi bo'ldi. Alloh taolo iblisni Odam alayhissalomga sajda qilishdan bosh tortgandan keyin mana oyatlarda zikr qilinadi: "Bas ey iblis, sen jannatdan chiqqin. U yerda senga kibr qilishga hojat bo'lmaydi. Albatta sen sag'irlardan, pastlardansan" deb Alloh taolo xor qiladi uni. Iblis shu o'rinda gunoh qilganini tushunadi-yu, va lekin tavba qilmaydi, balki o'jarlikda davom etadi. Nimaga? Chunki kibri bor edi uning ichida. Iblis jannatdan chiqqach, Alloh taolo uni halok qilib, yo'q qilib tashlashidan qo'rqadi-da, unga yolvora boshlaydi. Parvardigoro, meni o'ldirmagin. Qiyomatgacha meni yashashimga izn bergin deydi. Shunda Alloh taolo aytadiki, albatta sen ma'lum bir vaqtgacha, qiyomatgacha o'lmaydiganlardansan degan Allohdan o'lmaslik xatini olgandan keyin iblis Allohga ahd beradi birodarlar. Mana har bitta inson farzandini birodarlar albatta bu olamda dushmani bor. Lekin inson bolasi uchun iblisdan boshqa kattaroq bo'lgan dushman yo'qdir bu olamda azizlar. Iblis ana shu o'lmaslik xatini olgandan keyin aytadiki, men mana shu odamni deb turib jannatdan quvildimmi? Endi seni to'g'ri yo'lingga o'tirib olaman-da va bularni o'ng tarafidan, yana chap tarafidan aylanib seni to'g'ri bo'lgan yo'lingdan adashtiraman. Va judayam ko'pchiligini senga shukr qilmagan holatda topasan deya va'da beradi birodarlar. Mana hozirgi kunda o'zimizda ham, hayotimizda ham shayton gapiga hozirgi kunda javob berib kelayotganini guvohi bo'lyapmiz. Shayton ana shu kundan boshlab jannatdan quvildi va odamga dushman bo'ldi. Va Alloh taolo shaytonni bu va'dasiga javoban u ham va'da berib qo'ydi. Dediki, ey iblis, sen jannatdan la'natlangan, xor, past bo'lgan holatda chiqqin. Ularni ovozlaring bilan, hiylalaring bilan, qo'lingdan kelgan hamma vositalar bilan chorlagin. Ularni mol va dunyolarida va farzandlarida sherik bo'lgin va ularga yolg'on va'dalarni bergin. Hargiz senga ergashganlar bilan jahannamni to'ldiraman deb Alloh ham birodarlar va'da berib qo'ydi. Mana shuning uchun shayton insonga faqat va faqat g'ururni, yolg'onni va bo'mag'ur narsalarni va'da beradi. Va mol va dunyoyimizda ham, bola chaqamizda ham sherik bo'ladi. Magar Bismillahirrohmanirrohim demasak har bitta ishda. Bismillahirrohmanirrohim bu musulmon odam uchun sunnat hisoblanadi. Shu o'rinda shaytonni mana shu qilgan osiyligi Alloh taologa birinchi qilingan gunoh bo'ladi. Demak, eng birinchi bo'lib qilingan gunoh bu kibr bo'ladi birodarlar. Kibr muhtaram azizlar, haq so'z aytilganda tan olmaslik, rad qilishlik va odamlarni mensimaslik bu kibr bo'ladi.